Hop, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, bugungi siz bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz bu elektrod potensiallari, galvanik elementlar va quyidagi tushuncha va hodisalarni bugun siz bilan ko'rib chiqamiz. Elektrod potensiallari va ularning paydo bo'lish mexanizmini. Demak, standart vodorod elektrodi, standart elektrod potensiallari, demak, metallarning kuchlanishlari, elektrokimyoviy kuchlanishlar qatori, Nersning tenglamasi va galvanik elementlar haqidagi tushunchalarni ko'rib chiqamiz. Demak, elektrokimyo bu kimyoviy va elektr jarayonlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadigan kimyoning bo'limi hisoblanadi alohida. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda metal va eritma o'rtasidagi elektrod potensiallar keltirilgan. Rasmimizda demak ko'rib turibsiz, bu yerda metal plastinka eritmaga botirilgan. Barcha metallar suvda yoki ularning tuzlari eritmalarda ko'proq yoki kamroq darajada tarqatib, demak, ularning o'rtasida metal va eritma fazasi chegarasida qo'sh elektr qatlami hosil bo'ladi. Qo'sh elektr qatlami demak elektrostatik potensiallarning ma'lum bir farqi bilan tavsiflanadi. Masalan, temir plastinka uchun quyidagi muvozanatni ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni temir plastinkasi eritmaga botirilganda, demak, u toza holatdan, ya'ni temir ionlari holatiga o'tishi. Ya'ni temirni oksidlanishi va temir ionlarining qaytarilish jarayonlari, demak, muvozanatlashgan holatda bo'ladi. Metal, demak, o'z tuzi eritmasiga ichiga botirilganda qo'sh elektr qavat hosil bo'lish mexanizmi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni faol metal ruhni oladigan bo'lsak, ruh sulfat yoki ruh xlorid kabi tuzlarning eritmasiga botirilganda, demak, quyidagicha qo'sh elektr qavat hosil bo'ladi. Ya'ni toza metal va eritmadagi ruh ionlarining o'rtasida muvozanatlashish, ya'ni oksidlanish qaytarilish jarayoni. Va ayni mana shu metalning yuzasida qo'sh elektr qavatini hosil bo'lishini ko'rib turibsiz. Yoki bo'lmasa mis plastinkasini, demak, mis xlorid yoki mis sulfat eritmalariga botirgan paytda, demak, ularning o'rtasidagi hosil bo'ladigan qo'sh elektr qavatni namunasini, demak, ko'rishingiz mumkin. Endi elektrod potensiali metal va suyuqlik fazasi o'rtasida sodir bo'ladigan potensial farq hisoblanadi. Elektrod potensiali quyidagilarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni qo'sh elektr qavatdagi elektrod potensiallari metalning tabiatiga birinchidan, ya'ni u o'sha metallarni elektrokimyoviy kuchlanishlar qatorida qaysi o'rinda joylashganligi, ya'ni aktiv metallar orasida yoki bo'lmasa o'rtacha aktiv metallar yoki passiv metallar orasida joylashganligiga bog'liq. Eritmadagi metal ionlarning konsentratsiyasi albatta kam yoki ko'pligi ham, demak, ionlarni eritmadagi miqdoriga qarab turib ham o'zgaradi va haroratga. Demak, haroratni biz bilamiz. Demak, har qanday kimyoviy jarayonlarni tezlashishiga olib keladi va muhitning pH qiymati o'sha kislotalik yoki ishqoriy muhitda bo'lishiga qarab turib, demak, potensiallar farqi yuzaga kelishi mumkin ekan. Demak, potensiallarni o'rganish uchun biz standart elektrodlardan foydalanamiz, ya'ni standart vodorod elektrodi. Ko'rib turganingizdek, demak, standart vodorod elektrodini hisoblashimiz uchun, demak, biz platinadan yasalgan metalimizni, demak, sulfat kislota eritmasiga botiramiz va bu yerda ko'rib turganingizdek vodorod, ya'ni bu yerda kimyoviy jarayon natijasida eritmaga vodorod jo'natiladi. Ayni paytda, demak, ko'rib turganingizdek platina, demak, vodorod elektrod topishimiz uchun, demak, platinaning yuzasida kim birinchi vodorod yoki bo'lmasa metalning oksidlanishi yoki vodorodning qaytarilishi farqi hisoblanadi. Demak, ko'rib turganingizdek standart elektrod potensialini o'lchash uchun galvanik hujayralardan, ya'ni galvanik elementlardan ham foydalanish mumkin. Galvanik element, demak, bu kimyoviy energiyani elektr energiyaga aylantirib berishga moslashtirilgan uskuna yig'ilma hisoblanadi. Standart elektrod potensiali bu ma'lum bir elektrod jarayonlarning potensiali bo'lib, unda ishtirok etadigan barcha moddalar faoliyatiga birgalikda teng bo'ladi. Birgalikda, ya'ni yig'indisiga teng bo'ladi. Misol uchun olib qaraymiz. Demak, vodorod platina bu yerda, demak, elektrodi sulfat kislota eritmasiga botirilgan va vodorod jo'natiladi. Ko'rib turganingizdek, demak, unga mos ravishda ulangan ruh, bu yoqda toza metal ham ruh sulfat eritmasiga botiriladi. Demak, endi bu yerda oksidlanish qaytarilish, ya'ni qo'sh elektr qavat hosil bo'lishi natijasida, demak,
elektronlar oqimi ruh plastinkasining erishi natijasida demak ruh oksidlanadi va natijada u o'zini elektronlarini qaysi tomonga, platina tarafga qarab yo'naltiradi. Natijada demak elektron oqimi paydo bo'ladi. Endi metallar kuchlanishlari qatorini ko'rib turibsiz. Demak, bu yerda 3 ta polosaga, ya'ni 3 ta qismga ajratish mumkin. Demak, aktiv metallar qismi magniygacha. Bu yerda demak vodoroddan keyin passiv metallar. Ko'rib turganingizdek, demak metallarning aktivligi chapdan o'ngga qarab kamayadi yoki bo'lmasa aktivligi ularning o'ngdan chapga qarab ortadi. Demak, biz asosan farqlaymiz demak magniygacha bo'lgan metallar bular aktiv metallar deyiladi. Magniydan vodorodgacha demak o'rtacha aktivlikka ega bo'lgan metallar, vodoroddan keyingilari passiv metallar deb ataladi. Endi demak metallarning kuchlanishlari qatori xulosalari: metallarning elektrod potensiali qanchalik past bo'lsa, metal oksidlanishi osonlashtiriladi va uning tuzlari eritmalaridan qaytarilishi shunchalik qiyin bo'ladi. Vodoroddan chap tomonda kuchlanishlar qatorida turgan metallar uni suyultirilgan kislota eritmalaridan chiqarib yuborishi mumkin. Elektrod potensiali past bo'lgan metallar tuz eritmalaridan yuqori elektrod potensiali bo'lgan metallar almashinish reaksiyasiga qodir bo'ladi. Endi Nernst tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni elektrod potensialining qiymatini eritmadagi metal ionlari konsentratsiyasi va haroratga bog'liqligi Nernst tenglamasi bilan tavsiflanadi. Demak, bu yerda siz standart elektrod potensiali va hisoblangan elektrod potensialini olishingiz mumkin. Bu yerda standart elektrod potensialning demak 2,3 ko'paytirilgan universal gaz doimiy va temperaturani ko'paytmasini, demak Faraday soniga nisbatini elektronlar soniga ko'paytmasiga bo'lish orqali olishingiz mumkin. Demak, bu yerda tizimni standart elektrod potensiali orqali hisoblangan elektrod potensialini topishingiz va bu asosda demak siz oksidlanish qaytarish reaksiyasi faqat sodir bo'ladi yoki sodir bo'lmasligini aniqlashingiz mumkin. Suyultirilgan elektrolit eritmalari uchun demak Nernst tenglamasini quyidagicha ko'rinishda, ya'ni uning konsentratsiyaga bog'liqligini, ya'ni metal ionlarining konsentratsiyaga bog'liqligi orqali quyidagi formula bo'yicha hisoblab topishimiz mumkin. Misol uchun, demak, eritmada qo'rg'oshin ionlarining konsentratsiyasi 0,1 mol litr bo'lsa, demak, qo'rg'oshin elektrod potensialini aniqlash quyidagicha bo'ladi. Ya'ni elektrod reaksiya tenglamasini yozamiz. Eritmadagi metal ionlarining konsentratsiyasi 1 mol litr detsimetr kub, ya'ni 1 mol litr 1 molarga teng bo'lmaganligi sababli elektrod potensialini aniqlash uchun Nernst tenglamasidan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda standart elektrod potensialini demak uni jadvaldan olamiz. 0,059 ni bo'lamiz demak bu yerdagi oksidlanish qaytarilishida ishtirok etayotgan elektronlar soniga, u yerda 2 ga teng bo'ladi va demak qo'rg'oshin ionlarining konsentratsiyasini 10 logaritm asosida hisoblab, demak 0,16 volt. Bu demak uni hisoblangan elektrod potensiali hisoblanadi. Galvanik element, demak redoks reaksiyalarda, ya'ni oksidlanish qaytarish reaksiyasida kimyoviy energiyani to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga, elektr tokiga aylantirib beradigan qurilma hisoblanadi. Galvanik element metal o'tkazgich va tuz ko'prik bilan birga bog'langan ikkita yarim hujayradan, ya'ni redoks sistemalardan iborat bo'ladi. Galvanik elementda oksidlanish jarayoni elektrod potensiallarini past qiymati bo'lgan bir yarim elementdan ikkinchisida elektrod potensiali yuqori qiymat bilan qaytarilish jarayoni amalga oshiriladi. Demak, quyida siz galvanik elementning eng sodda shaklini ko'rmoqdasiz. Demak, bu yerda mis va rux metallari o'zlarini eritmalariga botirilgan va qaysi birisi metalda va elektrod potensial kichkina bo'lsa, demak, u yuqorisidan pastga qarab elektronlar oqimini kuzatishingiz mumkin. Demak, bu yerda ruhning oksidlanishi tezroq bo'ladi va ruh oksidlanib o'z elektronlarini mis tomonga qarab jo'natadi. Bu usimon eritma, demak, bu ikkita eritmani ionlari konsentratsiyasini tenglashtirib turuvchi, demak, maxsus qurilma. Galvanik elementdagi elektr tokining sababi bir-biriga ulangan ikkita redoks tizimning elektrod potensiallaridagi farqdir. Agar farq qanchalik katta bo'lsa, demak elektr tokining yurishi ham shunchalik katta bo'ladi. Demak, MF ning gips standart energiyasi o'zgarishi bilan munosabati. Kimyoviy jarayonning o'z-o'zidan harakati uchun termodinamik sharti gips energiyasi 0 dan kichkina qiymatga ega bo'lishi kerak. Demak, ularning o'rtasidagi munosabatni quyidagi formula orqali hisoblab topishingiz mumkin. Demak, issiqlik elementlari bular demak issiqlik energiyasini elektr energiyaga aylantirib beruvchi elementlar hisoblanadi. Birinchi demak yoqilg'i elementini William Robert Grove 1839-yilda demak taklif qiladi va u hozirgi kunda quyidagi ko'rinishda, eng sodda quyidagi ko'rinishda tasavvur qilishimiz mumkin. Demak, asosan yoqilg'i
elementlarida demak asosan yonish reaksiyasi sodir bo'ladi. Yoqilg'i hujayralarida vodorod va kislorodning kimyoviy reaksiyasi orqali ajralib chiqadigan issiqlik energiyasini elektr energiyaga aylantirilishi sodir bo'ladi. Vodorod va kislorodli gidroksili yonilg'i elementi hisoblanadi. Ishlash prinsipi: yoqilg'i anodga, vodorodga, oksidlovchiga, katodga yetkazib beriladi. Elektrodlar orasidagi elektrolit eritmasi kaliy OH mavjud bo'ladi. Demak biz mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yoqda kislorod, bu yoqda vodorod va bularning o'rtasidagi jarayon natijasida ajralib chiqarilgan suv bu yoqdan chiqib ketadi. Lekin yonish reaksiyasi, vodorodning yonish reaksiyasida ajralib chiqadigan energiya, demak, elektr energiyasiga quyidagicha ajratiladi. Quyidagicha aylantiriladi. Demak, asosan toplimli elementlarda, ya'ni yoqilg'i elementlarida asosan issiqlik energiyasi, kimyoviy energiyaning issiqlik ko'rinishidagisi elektr energiyaga aylantiriladi. Demak, kimyoviy energiya manbalarini ko'rishingiz mumkin. Quyida demak ular yoqilg'i elementlaridan olinadigan demak energiyalar, bular qayta tiklanadigan energiyalar hisoblanadi. Ya'ni akkumulyatorlar ham demak qayta tiklanuvchi energiyalar sirasiga kiradi. Va qayta tiklanmaydigan energiyalar bular demak batareykalar kiradi. Batareykalardagi energiyalar demak qayta tiklanmaydi, bu bilan zaryadlab bo'lmaydi. Qo'rg'oshin batareyalarining ishlash prinsipini tuzilishini quyidagicha tasavvur qilishingiz mumkin. Demak, qo'rg'oshin batareykasi sulfat kislota bilan to'ldirilgan konteynerdan iborat. Elektrodlar demak botiriladi, eritmaga botiriladi. Bunda demak qo'rg'oshin va qo'rg'oshin oksidi sulfat kislotada erishi natijasida qo'rg'oshin sulfat va suv hosil bo'ladi. Batareyani demak tushirish jarayonida demak oksidlanish qaytarilish reaksiyasi tufayli tashqi tutashuvdagi elektr tokini tashqi tutashuv elektr toki paydo bo'lish jarayoni. Zaryadlash vaqtida batareyka orqali elektr toki tashqi oqim manbaidan o'tkaziladi. Demak, bular asosiy o'sha galvanik elementlar va batareykalarimiz haqidagi tushunchalar edi. Demak, keyingi mavzularimizda biz bu tushunchalarni yana hali siz bilan qarab chiqamiz va mustahkamlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.